Bolalar Chempionlar Ligasini qo'yib turinglar. Hamma Chempionlar Ligasi bilan ovora bo'lib turgan payt Afrikada juda g'alati ishlar bo'lyapti. Esinglarda bormi? Senegal va Marokash Afrika Kubogi finali. Haligi sochiq marosimlari, xullas sochiq talash, juda bir haligi kulgili final bo'lgan edi-yu, o'sha payt Afrika Kubogini Senegal yutgan edi. Hamma bilgan edi bu haqida. Lekin hozirgi xabarda shunaqa yozishyaptiki, ya'ni Afrika Kubogi sohibi Marokash terma jamoasi. Nimaga bunaqa bo'ldi desanglar, mana bu yerda yozilyaptiki, Marokash Afrika Kubogi chempioni. Sabab Marokash terma jamoasi Afrika Kubogi g'olibi deb e'lon qilindi. Senegal terma jamoasiga texnik mag'lubiyat 0-3 yozildi. Afrika futbol konfederatsiyasi Marokashning shikoyatini ko'rib chiqib, ya'ni Senegaldan chempionlikni mahrum qilgan. Chunki ular so'nggi daqiqalarda belgilangan penaltidan norozi bo'lib maydonni tark etishgan edi va buni Afrika futbol konfederatsiyasi 84-modda buzilishi deb topibdi. Qoidalar bo'yicha agar jamoa o'yinni davom ettirishdan bosh tortsa yoki maydondan chiqib ketsa, texnik mag'lubiyat yoziladi deb yozilyapti-da. Meni hayron qoldirgan joyi, jamoa chiqib ketgan, lekin jamoa yana qaytadan tushgan va ekstra taymlar ham o'ynagan. Ekstra taymdan keyin yutib, keyin kubokka sohibi bo'lgan, ya'ni Brahim penaltini urolmagan, xullas halol yutgandi Senegal o'sha payt, adashmasam. Shu vaziyat bo'yicha qanaqa fikrdasizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlarchi. Men umuman qo'shilmagan bo'lardim. To'g'ri, qonun qoidalardan kelib chiqib Marokash chempion bo'lishi mumkin, lekin Senegaldan oradan menimcha 1-2 oy o'tib ketdi-da. Juda ham kulgili holat. Sahifaga obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Qiziq. Futbol ham Tom Jerry bo'lib ketdi.